Zakazlarim rasm bilan bir xil keldimi? Birga ko'ramiz. Xitoydagi rasmi va realini solishtiramiz. Birinchisi bu pijama. O'zimga zakaz qilganman. Agar sezgan bo'lsanglar, pijama ko'p zakaz qilaman. Rosa yoqadi. Pijama kolleksiyam bor desa ham bo'ladi. Materiali yupqa, printi ham nежный, menga yoqdi. Keyingisi o'g'il bolalar uchun bir xil dvoyka. Buni bir tanishim o'g'li va jiyani uchun bir xilda qilib zakaz qilgan. Fasoni ham, materiali ham rosa zo'r, mazza qilib kiyishadi. Keyingisi qizlar uchun bosanoshka. Buni ham tanishim qizi uchun zakaz qilgan. Asalchaligini qaranglar, rasm bilan birga bir kelgan. Keyingisi ham zakazga keldi. Qizlar uchun futbolka, shortik. Materiali ham yumshoq hb. Bu ham rasm bilan birga bir kelgan. Keyingisi o'zimni qizlarimga bir xilda kiyimchalar, bittasi bozichali, bittasi ko'ylecha. Doim qizlarimni bir xil kiyintirishni xohlayman. Sekin-sekin boshlaymiz. Bularning ham asalligini qaranglar. Materiali ham yumshoq, rasmdagi bilan bir xilda kelgan, juda ham chiroyli. Keyingisi o'zimga shunaqa rubashka zakaz qildim. O'ylab qarasam rubashkalarim deyarli yo'q ekan. Shuning uchun bitta shunaqasidan oldim. Ko'rinishi stilni, menimcha, buni stilizovat qilsa va pishi asal turadi. Keyingisi ikkita bir xil ryukzak. Buni ham tanishim o'g'li va jiyaniga zakaz qilgan. Kachествоsi ham rosa zo'r keldi. Qizib ketinglarchi, zakazlarim qanaqa kelibdi ekan? Bu qizlar uchun dvoyka ham zakazga kelgan. Rasm bilan birga bir xuddi rasmdagidek.